Ruhlar va arvohlar haqidagi sirli voqealar har doim odamlarni hayratga solib kelgan. Bu haqda dunyoning turli burchaklarida turli xil afsonalar va hikoyalar yuradi. Eng mashhur va keng tarqalgan voqealardan biri bu Amityville uyidagi hodisalar bo'lishi mumkin. Ushbu voqea 1974-yilda AQShning Nyu-York shtatida sodir bo'lgan. Ronald DeFeo o'z ota-onasi, 4 aka-ukasi va singillarni otib o'ldirgan. U sudda ruhiy holatining yomonlashgani va nimadir uni bu ishga majburlaganini aytgan. Keyinchalik 1975-yilda bu uyga Lutz oilasi ko'chib keladi, ammo ular faqatgina 28 kun yashab, uyda yuz bergan g'ayritabiiy hodisalar tufayli qochib ketishadi. Ularning so'zlariga ko'ra, sirli ovozlar va qadam tovushlari eshitilgan, derazalar va eshiklar o'z-o'zidan ochilib yopilgan, uyda sovuq joylar paydo bo'lgan, hattoki isitish tizimlari ishlayotgan bo'lsa ham. Lutz oilasi boshlig'i uni doimiy ravishda kimdir kuzatayotgandek his qilgan. Ushbu voqea The Amityville Horror kitobi va bir necha filmlarga asos bo'ldi. Garchi ayrimlar bu voqeani to'qima deb hisoblashsa-da, ko'pchilik uni sirli va haligacha tushunib bo'lmaydigan hodisa deb biladi. Sizning uyingizda ham shunga o'xshash paranormal hodisalar sodir bo'lganmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.